Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi bemorimiz asosiy shikoyatlari bellaridan va oyoqlarini boldir sohalariga, tovon sohalariga, qo'ymichga, son sohalariga tortishib og'rishidan va yurganda 100 metr, 200 metr yurgandan keyin og'riqlarning kuchayishidan shikoyat qilib kelganlar. Hozir mana bugun 7-muolajalari. Bularda asosiy diagnoz L4-L5 sohasida 6,5 millimetrlik grija bor. L5-S1 nuqtada 4,5 millimetrlik grija chiqqan va spondiloartroz va muskullarning shamollashi, yallig'lanish holatlari bilan diagnoz qo'yildi. Bu kishiga hozir muolajalarda manualniy terapiya, точечный massaj, kinezoterapiya uslublari, manual terapiya uslublarini umumlashtirib davoladik. Fizioterapiya, ultrazvuk, elektroforez, lazer terapiyalari va issiqlik bilan davolash yo'nalishlari shularni umumlashtirdik. Mana bugun 7-muolajalarni tugatdilar. Deyarli necha foizga tuzaldingiz? Bir 100% tuzaldingiz a? 100% bor ha. 100% tuzaldingiz a? Bahosi tuzaldi, og'riqlar ketdi. Xotirjam yurimiz. Ishga ham degaziga boshlayapti. Inshaalloh. Yaxshi, hozir men bu kishiga tavsiya qilyapman. Shunaqa grijasi borligini tavsiya qilishim mumkin. Ko'p o'tirmasligini tavsiya qilamiz va undan tashqari o'tirganda balonchilar bor. Baloncha deymiz biz xalq tilida. Baloncha emas, kruk deb aytiladi ko'proq bizda. Mana ko'proq internetlardan qidirganda boshqada kruk deb aytiladi. Shu krukka o'tirishni tavsiya qilamiz. Shu kruk bizni ortopedik rejim hisoblanadi o'tirganda. Va og'ir yuklarni ko'tarishlarda endi ko'proq erkak kishi ko'proq jismoniy mehnat bilan ishlaydi doim. Shuning uchun o'tirish qoidalari hozir aytib o'tganim, undan tashqari yuk ko'tarishlarda yuk ko'tarish qoidalariga amal qilishlikni tavsiya qilamiz. Ya'ni mana misol uchun yuk bo'lsa, yerda olishda oldin birdaniga yukka egilib birdaniga ko'tarmasdan oldin o'tirib, o'zingizga qulay vaziyatni tanlab turib, belingiz bog'langan holatda bo'lish kerak. Yuklarni shunaqa qilib ko'tarish kerak. Oldin o'tirib, quchoqlab, bel bog'langan holatda ko'tarish tavsiya qilinadi. Va bellarni terlagan mahalda birdaniga shamol tegizib qo'ymaslik kerak, birdaniga sovuq tegizib qo'ymaslik kerak va qizib ketgan mahalda muzday narsalarni ichib qo'ymaslikni tavsiya qilamiz. Muzday narsani ichib qo'ysa ham shu belga ta'sir qilishi mumkin, shamollatib qo'yishi mumkin. Shu narsalarni ko'proq tavsiya qilamiz va qaltis harakatlarni qilmaslikni tavsiya qilamiz. Mana ishlash rejimlarini yo'lga qo'yishlikni tavsiya qilamiz. Ya'ni mana soat 8 dan ba'zilar soat kechqurun 8-9 gacha ishlab yoradi. Nagruzkalarni kamaytirib, ish vaqtini rejimga solishlikni tavsiya qilamiz. Vaqtida dam olishlikni va 1 yilda 1 marta обязательно manual terapiya, mana medikamentoz muolajalar, fizioterapevtik muolajalar va qish kunlarida saunalarni tavsiya qilamiz. Va 1 yilda 1 marta sanatoriy kurort lechenialarini qilib turishlikni tavsiya qilamiz. Shunda grija sizdan uzoqroq yuradi, doimiy ravishda. Og'riqsiz yashaysiz shu grijadan. Shu tavsiyalarni qilsangiz. Va sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak. Spirtli ichimliklarni ichmaslik kerak. Asosan shu suyaklardagi kalsiy almashinuvlarini buzib qo'yadi shu narsalar. Hozircha ma'lumotlarimiz shu. Hozir bu kishiga manual terapiya uslublarini qo'llaymiz. Qo'shlarimiz qolganlarini qildik. Torting o'zingizga. 1 2 3 4 Bulisini torting. 1 2 3 4 Mana shu uslublarni qilganda beldagi L5-S1 nuqtadagi va L4-L5 nuqtadagi va L5-S1 nuqtadagi muskul tolalari faollashadi. 2 yonga suring. 1 2 3 o'rtaga torting. 1 2 3 Baqa yonchalab yoting. Chiqaring nafasingizni.
Nafas oling. Chiqaring nafasingizni. Chiqaring nafasingizni. Bo'shashtir. Zo'r. Hop, endi yonchalab yot. Yelkangizni bo'shashtiring. Qo'lingizga. Yaxshi. Qo'lingizni. Salomat bo'ling. Alloh shifoingizni bersin. Yurib qo'ying qani? Mana zalimiz 50 metr. Hikmatda yursangiz 100 metr bo'ladi. O'zi bilinadi. Ha, og'riqlar qalay? Og'irlarda yo'q. Yo'qmi? Yuravering. Oldingichalik emas. Ha, Oldin qiynalib kelganda xotirjamona yuribmiz. yaxshi, yaxshi. Xudo xohlasa bugungi bir kurslik chenamiz tugadi. Aha, yaxshi, yaxshi. O'zgarishlar bo'lindi sirasi. Yaxshi, yaxshi, zo'r. Orollar yo'q, xudo xohlasa. Yaxshi. Zo'r. Hop. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Davomli bo'lsin, shifoingiz ilohim. O'zingiz ham shenaga omad. Ha, rahmat. Ro'za kunlarda kuch-quvvat bersin. Rahmat. Ha, futbol sevimli mashg'ulotim deyapsiz qani? Oxirgisi to'p tepganda ham kuch qolmaganda og'riqda. Ha. Hozir mana joyiga kelib Kirishib qoldi. qoladi, mana shunaqa qila olmaydi aka mana. Bemalol stadionga chiqib futbol o'ynaverasiz. Xudo xohlasa boshlaymiz sezonni yana. Yaxshi mana. Hop. Da o'ynata olasizmi? Harakat qilib ko'ramiz. Ana. O, yaxshigina futbolist ekansiz-ku. Ana. Oxirida o'tib ketdi. Yaxshi, o. Ha, bemalol O'zbekiston terma jamoasiga qabul qilaverar ekanmiz. Bundan boshlaymiz endi. Odam yetishmayotgan ekan. O. Boraverasiz. Boraveramiz endi. Gap yo'q, zo'r. Yaxshi. Sizni xudo xohlasa xizmatlaringiz, shifolaringiz. Ha, rahmat, rahmat. Alloh shifo bersin hech gapmas. Sog' bo'ling aka. Yaxshi bo'ldi,